Rekuperatsiya baland bo'lsa, haqiqatan ko'proq yuradimi? Sovuq kunda elektromobil va gibrid avtomobillarni rekuperatsiya sozlamasini balandga qo'ysa, haqiqatan ko'proq masofa bosib o'tadimi, yo'qmi? Shunga bugun javob qidiramiz. Tajribani boshlash shu avtomobilimiz quvvatini 100% qilib olamiz. Sozlamalarga o'tamiz, energiya rejimiga o'tib, o'zini o'zi qayta zaryadlashni 20% ga tushiramiz, rekuperatsiyani standartga o'tkazamiz. Butun harakat davomida isitish tizimi oynaga va oyoqqa qaratilgan bo'ladi. Ikkita bo'limda yoqib qo'yamiz. Bundan tashqari mashina Eco va EV rejimida harakat qiladi. Batareya 50% ga tushdi, 70 km masofa bosib o'tdik. Endi bo'lsa rekuperatsiyani maksimumga qo'yib tajribamizni davom ettiramiz. Buning uchun ham mashinani yana 100% quvvatlantirib harakatni boshlaymiz. Aka, bu tajriba rasmiy yoki professional darajasida emas, o'zimiz aqlimiz yetganicha havaskor darajasida qilamiz. Faqat shahar ichida 60 tezlikgacha reski razgonlarsiz harakatlanyapmiz. Sababi reski razgonda batareya quvvati tez ketib qoladi. Agar kimdadir masofasida farq bo'layotgan bo'lsa, demak siz bilan meni haydash dinamikamizda farq bo'lishi mumkin. Rekuperatsiya miqdori baland bo'lganda oddiyga qaraganda 14 km uzoqroq masofa bosib o'tdim, ya'ni 84 km. Farq sezilarli darajada. Undan tashqari rekuperatsiya baland bo'lganda tormoz kolodkalar umri ham uzayadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, rekuperatsiyaning balandligi sizga faqat foyda olib keladi. Shunaqa foydali videolarni o'tkaza olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.